qo'liga berib, boring yurtingizga ketib oling dedi. Yurtiga kelib, haligi 3-4 oydan keyin podshoh bo'ldi. Otasi o'lib. Men dedi do'stimni olib kelaman, o'zimga vazir qilib olaman. Menga do'konning butun molini sotib, yo'lkira qilib meni shunchalik qutqazdirib yuborgan do'stimni, menga hayotimni saqlashga sababchi bo'lgan odamni men o'zimga bosh vazir qilib olaman deb ko'p kuchli askarlar bilan keldi. Kelib qidirsa, u odam o'libdi. Yo'q. Dunyodan o'tib ketibdi. Da qarasa, xuddi o'sha odam kelayotganmish. Borsa, u emas, abdi o'xshaydi. Odamlar aytibdiki, to'g'ri, u odam emas bu, uni teskarrog'i. Lekin abdi quyib qo'yganday o'shanga o'xshatgan. Shu do'stimga o'xshaydimi, o'sha olib ketib vazir qilib qo'yibdi. Odamlar shikoyat qilibdi, u qilyapti, bu qilyapti. Meni ochlikda, boshimga g'am kelganda saqlab qolgan odamga o'xshaydi. Men bu odamni qanday vazirlikdan ketkizaman? Har qaraganimda o'sha do'stimning yuzi ko'rinib turadi menga. Vazir bo'laveradi men borishimcha degan. Bu bir bandani do'stligi shunchalik. Allohniki Allah bir do'sti Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bir Yahudi qullari bor ekan. Bitta qulini oti Muhammad ekan. Hamma qulini so'kib kelib Muhammad nomliga kelganda to'xtab qolar ekan, musulmonlarning payg'ambarini oti so'kmay buni deb. Shu nomni hurmat qilganligi sababidan Alloh hidoyat berib, mu'min musulmon qilib jannatga qo'ydi. Til orqali bo'ladigan ofatlardan 24-si nifoqul qalbli, so'zni munofiqligi. So'zni munofiqligi. Sizni men yaxshi ko'raman deyapti-yu, dilida yomon ko'radi. Siz zo'r odamsiz deyapti-yu, ichida sen rasvo odamsan deyapti. Tilni munofiqligi. Bir odam kelib Abdulloh ibn Umarga aytdilar. Inna nadkhulu ala umaraina fanaqulul qawlu fa iza kharajna qulna ghayrahu. Faqala kunna na'uddu zalika nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Umar raziyallohu anhuning o'g'illari Abdullohning huzuriga bir odam kelib aytdilarki, ey Rasulullohni ko'rgan zot, sahobai kirom, Hazrati Umarning o'g'li Abdulloh, biz boshlovlarimizni oldiga kirib, maqtab ishimizni bitiramizda chiqib yana podsho o'sha xo'jayinlarni so'kamiz. Lekin yolg'ondan xushomad qilib maqtaymiz oldida. Oldidan chiqqandan keyin yomonlaymiz. Bu nima bo'larkin? Bu munofiqlik bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamonasida buni munofiqlik deyilgan. Oldida nimani gapirsang, ketida ham shundoq bo'lgan. Shuning uchun aytamiz, o birodarlar, tilingizga qarab gapiring. Oldida shu gapga gapira olmaysiz. Gapira olmaysizmi? Oldida maqtaysizmi? Boshqa paytda maqtavering, munofiqlik qilib qo'ymang. Ana shu narsalarni ham oldida bir gapirib, ishini bajarib olib, chiqib olib bopladingmi, maqtab ishimizni to'g'rilab oldik, devorilsa bo'lmas ekan. Endi bu bir masala. Endi mana bu hadisga diqqat qiling. Oyisha onamiz raziyallohu anhudan mana shu bizni ko'pincha chalg'itib qo'yadigan narsalar, hadisni o'qiyapmiz-u, qaysi hadis oldin,
qaysi hadis keyin, qaysi hadislar oyat mansux bo'lgandan keyin hadis mansuxi yo zaifi bo'lmaydimi? Yoki o'sha hadis qay sharoitda aytilgan, qay holatda to'g'rimi, noto'g'rimisiga qaramay, unimiz uni bilib olib, bunimiz buni bilib olib, tayyor, mana unisi to'g'ri deb, to'g'risini yozilgan kitoblarni nazarimiz ilmiy, biz hadis o'qiymiz deb, olimlarimiz hammasini tekshirib, sahihini yozganiga qaramay, o'zimizcha boshqa hadislarni topib olib, shundoqmikan, shundoq deb mahkam ushlab olishlik ilmsizligimiz bizni noittifoq qilib qo'yapti. Mana men hozir bu aytilingan hadisga mana bu yerda boshqacha fikr chiqadi. Endi diqqat qilib tursanglar. Oysha onamizdan rivoyat. Anna rajulan ista'zana ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashira. Falamma jalasa tatallaqa fi wajhihi. وانبسط إليه فلما انطلق قلت يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال يا عائشة متى أهدتني فحاشا أن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. Bir odam izin so'radi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hujralariga kirishga. Payg'ambarimiz ruxsat berdilar kirishga. Oysha onamiz aytibdilar. Unda uzoqdan hali odamni aptini ko'rganlarida payg'ambarimiz aytdilarki, juda yomon shu odam dedilar. Juda yomon odam-da devordilar. Juda bir qabilani boshlig'i, qo'lidan qamchi tushmaydigan, shunaqa bir har joydan ayib qidirib darrov bironi jazolaydigan shunaqa bir dag'al, jahldor, uncha-munchani mensimaydigan odam ekan, qabilani boshlig'i o'sha odam. Qandayam yomon odam deb shu devordilarda, kelganda tabassum bilan, ochiq chehra bilan kutib, yollariga o'tirg'izib, yaxshi gaplashdilar. Oysha onamiz qarab turibdilar. Uzoqdan ko'rib yomon odam devordilar, bunaqa muomala qilyaptilar endi. Juda hurmatlarini joyiga qo'yib, sizlab, yaxshi gaplarni gapirib kuzatib yordilar. Oysha onamiz aytdilar: "Ya Rasululloh, shunda uzoqdan ko'rishingiz bilan yomon odam dedingiz-ku, tabassum bilan yaxshi muomala qilib kutib, uni juda hurmatlab yordingiz. Ey Oysha, qachon men birovga qovog'imni o'yib muomala qilganimni ko'rganmisan? Qachon men kimga qo'pol gapirganman? Bu bir. Ikkinchidan, buni qo'l ostida qancha musulmonlar bor. Men bunga qo'pollik qilsam, qo'l ostidagi musulmonlarni qiynaydi-ku. Ko'rdingizmi? Bu hozirgi tilda eng katta diplomatiya bu. Shunga ko'pchiligimizni ongi yetmaydi. Musulmonlarni o'ylashmaydi, valdir qilishaveradi. O insonlar, rahmingiz kelsin, biz hayot kechiryapmiz, sekin asta bo'ladi hamma ish. Tilim bor deb gapiraverasizmi? Qachon muomalani, qachon sarvari olamning fe'l xulqlarini olasiz? Yomon ko'raman seni. Mana qilib turish kerakmi musulmon? Sen yomon odamsan, yomon ko'raman sensa, u ham shunaqami hali deydi-da, mana bo'lmasam deydi. Shunaqa ish qilinyapti-da ko'p joyda. Mundoq, undoq, nima kam, nima bo'lyapti? Nima yetishmayotibdi aziz do'stim? Xudoga shukr qilib namozing o'qib,
amri ma'ruflaringni qilgin, nima qilasan? Aytishib hamma bilan. Qo'lingdan nima ish keladi? Boshqa musulmonlarning yo'lini to'sma. Ular ham namoz o'qib masjidlarda bemalol yursin. Ha, undoq qilovdirmiz, ha, bundoq qilodir, nima qilodirsan? Bitta yolg'ondan siyosat bo'lib qolsa, qaqa ketganingni bilmay qolasan. Undan ko'ra ilmingni o'rgatib yuraver. Tilingni shirin qilib, qo'lingdan keladigan ishni qilib. Musulmonlar foydalansin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qo'rqqanlaridan u odamni shunday qildilarmi? Yo'q. Shuni qo'l ostidagi musulmonlarga sallani payg'ambaring meni hurmat qilmadi, meni izzat qilmadi. Yo'q, musulmon bo'lmaysanlar, uydi-buydi deb yuboradi. Ana buni yaxshi tushunish kerak. Yaxshi bilish kerak. Ne odamlar boradi. Qanday hurmat qiladi? Saudiyaning podshosi ham bosh ustiga qo'yib. Ana shularning hammasi ko'pchilikni o'ylaydi. Bizga ham keladi. Yaxshi kutib olinadi. O'shatda o'zbeklar bor, Turkmanistonda o'zbek bor, Qozog'istonda o'zbek bor, Qirg'izistonda o'zbek bor. Bitta podshosini hurmat qilmasinchi kelganda, bundoyroq kutib qo'ysinchi. O'sha o'zining respublikasidagi o'zbeklarni boshqacha qaraydi keyin. Buni ko'p narsani o'ylab qilish kerak. İşte hurmat qilib qo'ysangiz, hech narsa bo'lmaydi. Ko'p narsa qirralik insonlarning o'ziga bog'liq. Kuyovingizni qanday hurmat qilasiz? Qizingizni bergansiz. Muncha erkaliklarini ko'tarasiz. Unga vo devorsangiz, bolangiz o'sha uyda. O'shaning uchun kuyovni qattiqroq hurmat qilasiz. Kelinga nisbatan. Kelin o'z uyingizda. Kuyovning uyida qizingiz, farzandingiz. O'shaning uchun doq keling, kuyov turasiz, yonida 8 ta boshqa tanimagan kelsa ham, kelinglar qadrdonlar deb. Chunki sizni o'sha yerda farzandingiz bor. Bir siyosatga til tegizishdan oldin bu siyosatda yashayotgan musulmonlarning hayotini ham o'ylab qo'yish kerak-da. Har bir odam gapirib ketaverar bor. Lekin bitta yashaydiganlarni holini tanqib qo'yish kerak emas-da. Oqvatgan ariqni bulg'ab kelish kerak emas. Bizi dinimiz haq yo'lni, to'g'ri yo'lni, bizim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hali Amerikani kompyuterchisi hamma nomlarni qo'yganda 100 ta nomni birinchisida Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlari. O'ta Alloh ilm hikmat ato etgan. O'ta fikrlik donasi o'sha insonlarning ichida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni nasroniy qilgan kompyuterida musulmon, mo'min musulmonlarning payg'ambarini nomi yozilib turdi. Ilm o'qing, ilmi hikmatlik ham bo'ling. Fahmlik bo'ling, farosatlik bo'ling. Ko'p qirralik bo'ling. Fikr ko'p dunyonimda qarab so'zlash kerak. So'zlasa hamma ham ko'p so'z biladi. Har o'qigan olimlarimiz borki, Qur'onni 2 ta oyatiga 7 ta ma'no ham berishga kuch keladi. Talaba o'qitadi. O'zini ana deb ko'rsatib keyingi hollarni qo'ymaydi. Til ofatlaridan 25-si gunohi kabirani 2 tillik.
allazi yatakallamu baynal mu'tadayn. Ikkita bir-birini yomon ko'radiganning ichida ish olib boradi. Ikkita dushmanning ichida ish olib boradi. Unga boshqa gapirib seni do'stingman, men sen bilan birgaman deydi. Unga kelganda men seni do'stingman, sen bilan men birgaman deydi-da, ikkovini uzoqlashtirib dushman qilaveradi. Unga yomonlab, buni bunga yomonlaydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man kana lahu wajhani kana lahu lisanani minan nar yawmal qiyamah." Qaysi bir odamning ikki yuzi bo'lsa, qiyomat kuni do'zax o'tidan ikkita til ato qilib qo'yilar ekan unga qiyomatda. Qiyomatda eng dahshatlik o'rinda, eng dahshatlik bandalar qatorida bo'ladi. Shunday odamki, birovga bir gapirib, ikkinchi odamga bir gapirib, ikkita odam o'rtasiga adovat solib qo'yadi. Ko'p odamlarni bir-biriga do'stligini buzadigan odamlar bor. Ko'ra olmaydi ikkita odamni do'st bo'lganini. Shu ikkita do'st bo'lgan odamni endi o'rtasini bo'lish kerak. O'rtani bo'lish uchun har xil yo'llarni o'ylab topadi. Oxiri maqsadiga yetadi. Lekin qiyomatda uni dahshatlik azob, nihoyatda qattiq azob va sharmandalik bo'lishligini u albatta iymon yo'q yo zaif uni ko'z oldiga keltira olmaydi. Shu dunyoda o'rtani buzsa, gap tashib, gap nima qilib, 200lamalik qilib, ana u o'zini shu ishidan rohatlanaveradi. Mana shu 25-siga keldik. Nima 26-siga kelib to'xtaymiz. Mana birodar azizlar, 25 ta til orqali gunohi kabiralarni mana ko'ryapmiz. Hali mana shu tilimizga ega bo'lish jihad. Bu jihodi akbar. Shuning uchun avval inson o'zini rosa to'g'rilab olish kerak. Kecha namoz o'qishni boshlab buguniga kelib dodang bilan namoz talassang, buvanga aql o'rgatsang ham o'xshamaydi. Ko'p kitob o'qish, bilish, dono fikrlarni qilish kerak. Mana shu bizda ko'pincha haliginday qattiq dilozorlik qilayotganlar ham o'zlari bilmayatibdilarki, o'sha qilayotgan ishlari dindan emas. Bunga xilof qayta odamlarni din diyonatga chaqirishmas, bundan qaytarib bezdirib qo'yayotganligi. Odamzod shundayki, ko'p yaxshi gapni yoqtiradi, yaxshi muomalani yoqtiradi. Xuddi hamma o'zi qandoq bo'lsa, boshqani shundoq bilib, sekin astalik bilan, yaxshi so'zlar bilan hidoyatiga boshlab boring. Ilohi taolo egam hammamizni rushdi hidoyatda iymonimizni mustahkam aylasin. Alloh taolo mana shu 5 kunlik dunyoda Alloh va uning rasulini yo'lidan bormoqligini Alloh taolo hammamizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Ilohamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azoban nar bi rahmatika ya arham.